Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga B12 inyeksiya uchun eritmasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. B12 ampulasi ta'sir qilishiga ko'ra, B guruh vitamin yetishmovchiligida anemiyaga qarshi. Qo'llanilishi B1, B6, B12 guruh vitaminlari organizm yetishmovchiligida, nerv sistemasi kasalliklari simptomatik bo'lishda, periferik nerv kasalliklari, nevrit, nevralgiya, radikulitda, uchlik nerv faoliyati buzilishda, yuz nervi faoliyati buzilishda, ensefalopatiyada, skleroz, nerv travmalarida, B12 yetishmovchiligi anemiyasida, miya faoliyatini yaxshilaydi, sinapslardan impulsni o'tishini yaxshilashda, modda almashinuvini normallashtirishda, ateroskleroz, gepatitda, qandli diabetda, artrit, osteoartroz, revmatizm, revmatoid artritda buyuriladi. Tuberkulozga qarshi vositalar bilan birga qo'llansa ham bo'ladi. Qabul qilish usuli va dozasi faqat muchak ishiga yuboriladi. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 mg, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lganlarda 2, 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlarda 5 mg dan 2-3 kunda 1, kattalarda ham 5 mg dan, og'ir holatlarda har kuni, kasallikning yengil holatda esa 5 mg dan 2-3 kunda bir marta yuboriladi. Allergik reaksiya, taxikardiya, teri toshmalari, anafilaktik shok, bosh aylanishi, ko'p terlash, qishma, ichak-yemi, aritmiya, preparatni tez yuborganda sudorga berish holati kabi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin. Preparatga yuqori sezuvchanlik bo'lganda, yurak yetishmovchiligida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda B1, B6, B12 vitaminlari organizmda ko'p bo'lganda qo'llash mumkin emas. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang azizlar.